Xorijga o'qishga ketyapsizmi va u yerda ham ishlab, ham o'qimoqchimisiz? Unda buni 1 yilga kechiktiring. Videoni oxirigacha ko'rib chiqing, nima uchun buni deyotganimni. Ko'p kishi xorijga o'qishga ketib, ham ishlab, ham o'qiy olaman deb o'ylashadi, lekin bu juda ham oson emas. Masalan, Jamshid akani London haqida olgan videolarini ko'rsak, studentlarning ahvolini ko'ramiz. O'ylashingiz mumkin, manda osonroq bo'ladi yoki osonroq ish topaman. Yo'q, hammada qiyin bo'ladi. Men o'zim borib kelganman, men o'zim o'qib kelganman. Ham o'qib, ham ishlash siz o'ylaganingizdek oson emas. Xo'p, unda nima qilish kerak? Kontrakt to'lamayman, ota-onam ham to'lamaydi. Bunga qanaqadir yengilroq yechim bor. Shuni uddalay olsangiz, har qanday odam o'qiy oladi. O'qishga kirgan bo'lsangiz, nega buni 1 yil orqaga qoldirish kerak yoki 2 yil vaqtsizmi yoki 1 yil vaqtsiz bo'lsa, shu vaqtni bir yangi kasb o'rganishga sarflang. Dasturlash, dizayn yoki shunga o'xshagan sohalarni 1 yil davomida o'rganing va bunga qo'shib freelance saytlarni o'rganing. Masalan, Upwork, Fiverr va shunga o'xshagan saytlarni registratsiya qiling va u yerda qanday ish olishni o'rganing. Chunki o'qishga borganingizda sizni hech kim o'sha bilgan bilimlaringiz bilan full time ishga olmaydi. Agar siz freelancelikni shu yerda turib allaqachon o'rgangan bo'lsangiz, u yerda sizga ancha oson bo'ladi. Xohlagan vaqtingizda o'qiy olasiz, bo'sh vaqtingizda ishlay olasiz. Agar sizga freelancelik qiziq bo'lsa, kommentariyda Upwork so'zini yozib qoldiring va men sizni Telegram guruhimga qo'shaman.